Ayollar, sizlarga savolni jiddiysi, umringlarda bir marta bo'lsa ham murskoy pastelda uxlaganmisizlar? Biz erkaklar nimaga постоянно женский pastelda uxlaymiz? Tug'iliboq 70, 80, 90 yillarda tug'ilgan erkaklar biz постоянно shox-shabbali, flamingoli, serdechkali, gulli pastellada uxlab kelamiz. Ayollar bizani shunaqa pastellarni yoqtiradi deb o'ylaysizlarmi? Sevamiz. Prostacha ayollar, agar bozordan sizlar eringlar uchun murskoy pastel ko'tarib keladigan bo'lsanglar, eringlar buni qabul qila olmaydi. Xotin, bu nima ish qilganing? Bizani sen bilan dunyo qarashlarimiz vobshe boshqa ekan. Meni tanam hozir qanaqa qilib bu murskoy pastelni qabul qilsin? Bunaqa pastelda uxlagandan ko'ra o'lganim yaxshi deb siz bilan ajrashib ketishgacha boradi. Hozirgi yoshlarga havasim keladi-da. O'zi xohlagan erkaklarni pastelda uxlaydi. O'zi hech bunday pastel olayotganda o'ylab ko'rasizlarmi? Hatto bir sekund ayollar, "Voy, bu pastelda faqat men emas, erim ham, erkagim ham yotadi" deb o'ylaysizlarmi? Lekin biz hali hanuz flamingo yoki zag'izg'onni ustida uxlaymiz.